Bismillahirrahmanirrahim. Nəhayət şəfqətlik və mehriban Allah'ın ismi bilan başlayman. İza vaqa'atil waqi'ah. Qiyamet qayım bolğan çağda laysa liwaqa'atiha kadhibah. Heç adam onu inkar qıla olmaydı. Khafidatur rafi'ah. İza rujjatil ardu rajja. وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا. Zimin qattiq təvritilgan, tağlar parçalanıb tozandek tozub ketgan çağda qiyomat ba'zilarini dozoqqa kirgizish bilan darajasini tushirdi, ba'zilarini jannatga kirgizish bilan darajasini ko'tardi. وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً. Sizlar qiyomatda 3 firqaga bo'linsizlar. فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ. Birinci firqa saodatmanlardir. Saodatmanlar qandaq odamlar? Ular nomi amali o'ng tarafidan beriladigan odamlardir. وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ. İkinci firqa baxtsiz odamlardir. Baxtsiz odamlar qandaq odamlar? Ular nomi amali sol tarafidan beriladigan odamlardir. وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ. Üçüncü firqa yaxshi ishlarni eng oldida qilguvchilar bo'lib, ular jannatga eng oldida kirguvchilardir. أولئك المقربون في جنات النعيم. Ular naz nimetlik cennetlerde Allah'a yakın bolğuculardır. ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. Bular ötkenkilerden içinde köptür, keyinkilerden içinde azdır. على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين. Ular altından toqulğan taxtlar üstüge yölengen halda bir-biriga qarışıp olturşudu. يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين. Qeyrmay hamisha bir xil turadigan g'ilmonlar, eqib turgan sharobdan to'ldirilgan piyola, chaynak, jamlarni ularga aylanib sunib turdi. لا يصدعون عنها ولا ينزفون. O sharobni ichish bilan ularning beshi og'rimaydi, mas bo'lmaydi. وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون. Ularga ixtiyor qilgan meyveler ve ko'ngillari tartgan qush go'shtlari beriladi. وحور عين. Ularga sadabning ichidagi go'harga o'xshaydigan shahlo ko'zlik o'rlar beriladi. كأمثال اللؤلؤ المكنون. Bu ularning qilgan yaxshi amallarini mukofotlash uchundir. جزاء بما كانوا يعملون. لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما. Ular cennette behuda ve yalgan sözlerini anlamaydı. Fakat salam sözünü anlaydı. İlla qilan salaman salama. Saadetmenlerinin yani namı amali on taraftan berilgenlerinin ahvali nayeti yaxşı buludu. وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ. Saadetmenler kandak adamlar فِي سِدْرٍ مَخْضُودٍ وَطَلْحٍ مَنضُودٍ
وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة. Ular sidri daraxtlardan, sanjaq-sanjaq bo'lib ketgan mavuz daraxtlardan, hamisha turadigan soydan, eqib turgan suvdan, tugumaydigan va cheklanmaydigan mevalardan, egiz, yumshoq to'shaklardan bahramon bo'ladi. Inna ansha'nahunna insha'a faj'alnahunna abkara urban atraba. Shubhisizki biz o'rlarni yangidan yaratdik. Ularni pokiz, erlarga amroq tang tush qildik. Li ashabil yamin. Bu o'rlar saodatmanlar uchundir. Thullatum minal awwalin. Bular bo'lsa ilgirkilarning ichidan bir jamoadir. Wa thullatum minal akhirin. Keyingilarning ichidan bir jamoadir. Wa ashabush shimali ma ashabush shimal. Baxtsizlar, ya'ni nomi amali sol tarafidan berilganlar do'zaxiylardir. Baxtsizlar qandoq odamlar? Fi samumin wa hamim wa dhillin min yahmum la baridin wa la karim. Ular badanning to'shiklariga kirib ketadigan otashlik shamolning, ziyoda haroratli qaynoq suvning va qora tutundan bo'lgan salqinma emas, ko'rkamma emas soyning ichida bo'ladi. Innahum kanu qabla zalika mutrafin. Chunki ular buningdan ilgari, ya'ni dunyoda shahvatga cho'mgan edi. Wa kanu yusirruna ala al-hinfil azim. Ular cho'ng gunohda, ya'ni kufrda chang turgan edi. وَكَانُوا يَقُولُونَ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ أَوَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ. Ular biz ölüp topuğa ve quruq so'ngakka aylangan chaqda biz cho'qim tirildirilamdik. Ota-bobolarımızmı tirildirilamdi deydi. Qul innal awwalina wal akhirin lamajmu'una ila miqati yawmin ma'lum. Aytqinki ilgirkilar va keyingilar ma'lum kunning muayyan vaqtida, ya'ni qiyomatda to'plandi. ثم إنكم أيها الضالون المكذبون. Ondan sizlar qaytib tirilishni inkor qilguvchi gumrohlar. لآكلون من شجر من زقوم. Cho'qim zaqqum daraxidan yeysizlar. فمالئون منها البطون. Uningdan qo'rsqonlarni to'ldirsizlar. فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم. Uning ustiga harorati yuqori bo'lgan qaynoq suvni tashna bo'lgan to'gilardek ichsizlar. هذا نزلهم يوم الدين. Mana bu ularning qiyomat kundagi ziyofatidir. نحن خلقناكم فلولا تصدقون. İnsanlar, sizlarni biz yaratdik. Sizlar qaytib tirilishga ishonmamsizlar? أفرأيتم ما تمنون. Sizlar ayollarning bachidoniga to'kilgan ma'nini deb biqinglarchu. أأنتم تخلقونه
نحن الخالقون. Uni sizlar inson qilib yaratamsizlar yoki biz inson qilib yaratamdik? نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون. Biz sizlarning oranglarda o'limni belgildik. Ya'ni har biringlarning o'lish vaqtini bekitdik. Sizlarni boshqa bir qavmga almashtirishdan va sizlarni sizlar bilmaydigan bir shaklda yaratishdan ojiz emasmiz. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ. Shubhisizki, sizlar dastlabki yaratishni bildinglar. Ya'ni dastlabda Allohning sizlarni yo'qdan bor qilganligini tondinglar. Sizlar Allohning sizlarni dastlab yaratganda qayta yaratishni o'ylamamsizlar? أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ. Sizlar tergan ziraatni deb beqinglarchu. أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ. Uni sizlar o'ndirdinglarmi yoki biz o'ndirib don chiqadigan ziraat qilib o'stirdikmi? لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ. Agar biz xohlasak, albatta uni donsiz quruq cho'pga aylantiratdik-da, sizlar ajablanib qayg'uratdinglar. إِنَّا لَمُغْرَمُونَ بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ. Sizlar biz haqiqatan emgak bilan urug'ni ziyon tortdik, balki biz rizqdan mahrum qoldik deytdinglar. أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ. Sizlar ichayotgan suvni deb beqinglarchu. أَأَنْتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنْزِلُونَ. Uni bulutdan sizlar tushirdinglarmi yoki biz tushirdikmi? لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أُجَاجًا فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ. Agar biz xohlasak uni tuzli qilib qo'yatdik. Parvardigoringlarning zo'r ne'matlariga nemishqa shukr qilmaysizlar? أَفَرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُورُونَ. Sizlar yondirayotgan o'tni deb beqinglarchu. أَأَنْتُمْ أَنشَأْتُمْ شَجَرَتَهَا أَمْ نَحْنُ الْمُنْشِئُونَ. Uning darixini, ya'ni murxu, ubar nomliq birning shexini biriga surksa, o'ltiribla o't oladigan daraxtni sizlar o'stirdinglarmi yoki biz o'stirdikmi? نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين. Uni biz ibrat va yo'lovchilar foydalanadigan narsa qildik. فسبح باسم ربك العظيم. Ulug' Parvardigoringni mushriklarning iftirolaridan pok itqod qilgin. فلا أقسم بمواقع النجوم. Yulduzlarning joylari bilan qasam qilaman. وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. Shubhisizki, agar bilsanglar, u yulduzlar Allohning ulug' qudratini ko'rsatadiganligi uchun albatta katta qasamdir. إنه لقرآن كريم. Shak shubsizki, u ulug' Qur'ondir. في كتاب مكنون. Kitobda, ya'ni Lavhul Mahfuzda saqlangandir. لا يمسه إلا المطهرون. Uni faqat pok bo'lganlarla tutadi. تنزيل من رب العالمين. O olamlarning Parvardigori tarafidan nozil qilingandir. أفبهذا الحديث أنتم مدهنون. Ey kuffarlar jamoasi,
bu Qur'onni inkor qilamsizlar? وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ Sizlar Allohning rizq berganligiga shukr qilishning o'rniga rizq berguvchini inkor qilamsizlar? فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ Can halqumga yetgan chaqda sakratdagi kishiga qarab tursizlar. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ Biz ilmimiz va qudratimiz bilan uningga sizlardan yaqinmiz. Lekin sizlar uni ko'rmaysizlar, ya'ni bilmaysizlar. فَلَوْلَا إِن كُنتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ تَرْجِعُونَهَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ Agar sizlar gumon qilgandek amalinglarga qarab jazoga tortilmaydigan bo'lsanglar, nimishqa uni, ya'ni u meyitning jinini badaniga qaytarmaysizlar? Agar so'zinglarda rostchil bo'lsanglar. فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةُ نَعِيمٍ Agar u meyit muqarrablardan, ya'ni taat ibodat va yaxshi ishlarni eng oldida qilguvchilardan bo'ladigan bo'lsa, uning mukofoti rohat farog'at, yaxshi rizq va nozu ne'matlik jannat bo'ladi. وَأَمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ Agar u saodatmanlardan bo'ladigan bo'lsa, ular rohat farog'atda bo'lganligi uchun, ey Muhammad, ulardan sana salom. وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ Agar u tirilishni inkor qilguvchi gumrohlardan bo'ladigan bo'lsa, yuqori haroratli qaynoq suv bilan kutib olindi. وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ Jahannamda ko'ydirildi. إِنَّ هَذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ Shak shubsizki bu aniq haqiqatdir. فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ Ulug' Parvardigoringning mushriklarning e'tirozlaridan pok e'tiqod qilgin.